Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, baliq ovish bozlari, yaxshimisizlar? Kanalimiz a'zolari, yangi mehmonlar, bizni kuzatib borayotganlar. Bugun mana yana yakshanba dam olish kundaligi uchun baliq ovga tushganmiz. To'g'risiga men kecha yomg'irli havo bo'lgani uchun sekin tushganman, lekin kun isib ketdi yaxshi. Natijalar ham endi juda zo'r emas. Natijalarimiz ham bor. Yirik. Uncha yirik emas. Adamga qaraganda tuzukroq chiqdi. Sal kichikroq uni ko'ramiz oxirida. Adresni aytib qo'ying işte. Adresimiz Chortoq suv omboriga tushadigan soy. O'sha bitta bir irmoq, kichkinagina irmoq. Bunaqa katta lokatsiyasini tashlaydigan joy emas-da. Yomon emas, lekin yaxshi, natija yaxshi bo'ldi. Faqat joy juda kichkina joyda. Baliqqa keza urib turibdi. Asosan bu joyda mayda baliq chiqadi. 25 cm kattasi 25-30 cm baliq chiqishi mumkin, kam. Bayrinka balig'i yaxshi. Yaxshi chiqyapti, lekin bu joyi anchagina o'z qishloqdan teparoqda. 2 kilometrcha qishloqdan tepalab ketganman. Bundan soladigan joylar ko'p. Soy soladigan joylar ko'p, lekin kichkinagina ariqchada. Onasi bu ham bo'lsa, albatta natijalar yaxshi bo'lsa tashlab turamiz. Anchadan beri kanalga video tashlamay turdim. Maxsus ma'lum bir ishlar sabablar bilan birga turib ovga ham chiqolmay turdik. Onasi bu ham bo'lsa yaxshi natijalar, yaxshi joylarni beramiz endi Xudo xolasa sezon may zapretdan chiqib olsak, yaxshi joylar bor, ilonbosh, sazan, amur baliqlarni ovlashga boramiz. Bu joyda endi ko'pchilik pokalik qilibdi. Lekin mening uchun pokas deganimiz ma'qulroq, chunki cho'pon tayyorganda qanday joylarga karmon sidirib kelib tashlash oson. Yaxshi bo'ldi pokas tutilsa. Past tomondan natija yaxshi bo'ladi, lekin hozir to'rtta odam ko'rdim. Karbitmi, oqaytmi bir narsa qizib baliq tushayotganiga ancha baliqni o'rib tashlashdi. O'ziga hozir agar o'sha joyga tushsam syomka qilib qo'yaman, lekin ularni syomka qilib YouTube'ga chiqargim kelmadi. Nima uchun unaqa qilib baliq tushayotdi endi? Hozirgi baliq ko'payadigan paytda yaxshi qilishmabdi. Lekin shu narsani ko'zim bilan ko'rdim, mana kichkina ariqchadan nima qilishayotganini bilmadim. Yo karbit yoki bo'lmasa mohada, bilmadim yana nimaligini. Mayda baliqchalar o'lib ketyapti-da. O'sha joylar jildan suv boyash aytganimda suv vakalanganda baliq patsak deydi. Nimadir bir bo'lganmi hozir. O to'xtatib ketaman deb kelib, hozir video kelish boshlagan bekada bo'lgan bo'ldi. Qaytib kelsam baliq o'lib ketdi, nimadir bo'lganmi? Qo'yroman desam, mana ikkalasi ham o'lib qolganda. Yo'q, bittasi turiki qani qo'yib ko'ramizda. Kattasi o'lib ketdi. Kichikiligi menimcha tirik. Kichik tirik ekan. Lekin bu ham 15 santimetrga yaqinda, lekin juda ham quvvatsizda. Suzib ketyapti, juda sekin ketdi. Suzib ketdi. Endi kattasi o'lib qolibdi. Kattani tushib ketaman. Lekin kattani ham qo'yib olmoqchi edim, chunki bir dona natija bo'ldi xolos-da mana. Natija bo'ldi. 25 santimetr.
Xullas kalom. Bu safargi videoyimni joylamoqchi emasdim, lekin shu gapirgan gapim uchun albatta joylayman. Ko'raman, bu joylarni boshqatdan ham ko'raman. Agar bog'larni o'ligi chiqib qolgan bo'lsa, short video qilib bo'lsa ham tashlab qo'yaman-da. Ko'rasizlar o'zingizlar. Bizni kuzatayotganlar albatta obuna qo'ying. Endi bu safar men bunaqa video ishlamoqchi emasdim, lekin shunaqa bo'lib qoldi. Xullas, kelasi safar zo'r video ishlab chiqarishga harakat qilaman. Video syomkani zo'r qilib tayyorlashga harakat qilaman. Chiqqaniga 1,5 soat atrofida bo'lgan. Shundan 500-600 metr pastga qo'yib ketishdi ular. Lekin mana baliq ham o'lib qoldi. Hozirgi baliq ham tiklanib ketsin. Lekin bir zaharlanganda, baliq zaharlangan qanaqadir o'ta slabiy bo'lib qoldi. So'zda turib ham slabiy bo'lib qolibdi. Albatta kelasi videoda ko'payishamiz degan umiddaman. Videomiz uchun albatta like bosib qo'ying. Xohlasa zo'r video ishlab chiqarishga harakat qilamiz. Undan buyoqqa o'zimiz ustimizda ishlab uzoqroq joylarga berishga harakat qilamiz. Yaxshi manzillar bor. Bu yerga boramiz. Kunlasib qoldi. Boramiz, albatta yaxshi videolarni chiqaramiz.